Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoyning Uyg'urlar yurgizayotgan besim siyosati Amerika hukumati, Kanada va Gollandiya parlamentlari tomonidan birdek irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan bir qism Yevropa davlatlari va Yevropa ittifoqi Xitoyning Uyg'urlar qaratgan bostirish siyosatiga qarshi embargo e'lon qilgan bir mezgilda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya qiladigan ziyorati har sohadagilarning qattiq diqqatini tortgan. Turkiya tashqi ishlar ministrligining bu vaqtda e'lon qilgan xabarda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining 24-martdan 26-martgacha Turkiyada rasmiy ziyarati bo'lganligi. Wang Yining bu qitimqi Turkiya ziyarati jarayonida Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat, rayon xarakterlik va xalqaro masalalar to'g'risida muzokara olib berilganligi. Wang Yini Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan qabul qilinganligi bildirilgan. Turkiyadagi siyosiy analizchilar Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya qiladigan ziyaratining ikki davlat munosabatidagi muhim uchrashish bo'lganligini ta'kidlab, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining faqat Turkiyaga emas, balki yana Saudiya Arabiston, Eron, Arab Birlashma Xalifaligi, Bahrayn va Oman qatorliq davlatlarda ziyarati bo'lganligi. Uning bu ziyoratidagi eng muhim maqsadining barg'ansir yolg'iz qilayotgan Xitoyning bu davlatlarni o'ziga tortish o'rnish ekanligi bayon qilingan. Turkiyadagi axborot vositalarining xabar qilishicha, bu ziyoratda nuqtali holda ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar muzokara qilingandan sirt, yana Uyg'ur masalasi, yangi Ipak yo'li qurilishi, koronavirus vaksinasi va eng muhimi Xitoy raisi Xi Jinpingning Turkiyaga boradigan ziyorati to'g'risida muzokara berildi ekan. Turkiya Cumhuriyati so'g'oq munosabatlar urush mazgilida Shimol Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lib, Amerikaning boshchiligida demokratiya bilan idora qilinayotgan g'arb davlatlarining maydonida o'rin olgan edi. Turkiya 1960-yili Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun rasmiy iltimos sungan. Turkiya so'g'oq munosabatlar urush oxirlashgandan keyin Rossiya Federatsiyasi va Xitoy bilan munosabatini kuchaytirishga tirishgan. Shundaqla bu davlatlar bilan strategik sheriklik kelishimi tuzgan. Turkiyaning siyosiy jo'grafiyalik o'rni jihatdan Yevropa davlatlari va Xitoy uchun muhim bir davlat ekanligini o'ttirib qo'ygan. 2017-yili Sharq Turkistonda jazo lagerlari masalasi o'ttirg'i chiqqandan keyin Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sukut turib olgan bo'lsa-mu, lekin o'ktish partiyalar Turkiya parlamentida izchil holda bu masalani o'ttirib qo'yib kelmoqda. Egilgan ma'lumotlarga asoslanganda bu qitim Wang Yi Turkiyaning maxsus hay'at avatib Sharq Turkistonda tekshirish olib berishni talab qilgan. Bugun, ya'ni 25-mart kuni Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari va Uyg'ur jamoati Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyoratiga qarshi Anqara va Istanbulda keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, mustabid Xitoy hukumatining Sharq Turkiston xalq ustidan rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qattiq la'nat o'qish bilan birga Turkiya hukumatidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida Xitoyga jiddiy inkas qaytarishini kuchli talab qilishdi. Amerika va Yevropa ittifoqi Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'urlar qaratilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga jazo bergan paytda Xitoy Kompartiyasi tomonidan kontrol qilinib, to'sib olingan sin tor bekatlari YouTube va Twitterda tuyuqsiz Sharq Turkistondagi Uyg'ur va qozoqlarning baxtlik, yaxshi turmushiga oid nurg'un sin ko'rinishlar yo'llangan. Ammo yerlik kishilarning oshkorlashicha, ularning ba'zilarining yangi o'qish bitirgan o'quvchilar ekanligini, sin ko'rinishlarga majburiy elinib, Xitoy amaldorlari tomonidan chet el tor bekatlariga yo'llanganligi bildirilgan. 22-mart kunidan boshlab Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Yevropa birlashmasi Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkistonda yurgizayotgan jazoni-xor siyosati va Uyg'urlarni dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini jazolaganligini e'lon qilgan. Hamda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning hammasi Xitoyga jazo yurgizishga qo'shilgan. Bu g'arb ellarining Xitoy hukumatiga qarshi bo'lgan tunji birlashma harakati bo'lib, shundaqla Yevropa ittifoqining 1989-yili 4-iyuldan buyon Xitoyga tunji qatim yurgizilgan kishilik huquq jazosi. Mushundaq sezgur paytda tuyuqsiz Xitoy Kompartiyasi tomonidan kontrol qilinib to'sib olingan sin tor bekatlari YouTube va Twitterda nurg'ulg'an yangi hisobotlar paydo bo'lib, Uyg'ur va qozoqlarning o'z xalqining go'zal turmushi va harakat erkinligi tunishtirilgan sin ko'rinishlar alohida yuklangan. Kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoy Kompartiyasi xalqaro besimga qarata o'zlari monopol qilgan axborot boyligidan foydalanib yolg'on uchur tarqatayotganligini. Shuning bilan bir vaqtda diplomatik yo'llarni ishlatib, rasmiy yolg'on uchurlar bilan hamkorlashib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar uchirgan sistemalik ziyonkashlikning realligini burmalashga o'rnayotganligini ta'kidlagan. Ijtimoiy aloqa supasi Facebook Xitoy xakerlarining chet ellardagi Uyg'urlarni asos qilgan siyosiy faoliyatchilar, jurnalistlar va chet ellarda yashaydigan o'qituvchilarning nomida josuslik qilish uchun soxta hisoblar bilan tor hujumi qo'zg'aganligini jakarladi. Facebook torbitining bayonotida bo'libmi Turkiya, Qozog'iston, Amerika qatorliq davlatlarda yashaydigan Xitoyning ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turk millatlarining faoliyatchilari, jurnalistlar va o'qituvchilar nishon qilindi deyilgan. Bayonotda Xitoy xakerlarining josuslik qilish iqtidoriga ega yomon g'arazlik yumshoq detallar bilan
nishonlagan kishilarning elektronlik uskunalarini yuqumlandırmoqchi bo'lganligi ko'rsatilgan. Hakkerlarning buni Uyg'urlar orasidagi bir qism dangli xabar tor bekatlarining ulanishini yasash, yomon g'arazlik yumshoq detallarni o'zlari yasagan saqt xabar tor bet ulanishlari orqali hambayirlash qatorliq usullar bilan qilganligi ko'rsatilgan. Xitoy hakkerlarining Facebookda nishonga olgan kishilarni avval o'ziga ishontirib, keyin nishonlangan kishiga yomon g'arazlik ulanmani chekish uchun o'zlarini muxbir, o'quvchi, kishilik huquqini qo'g'dag'ichi va yoki Uyg'ur tashkilotlarining a'zosi degandek har xil nomlarda soxta hisobot qurganligi ta'kidlangan. Garchi Facebook Xitoy hukumatini tor hujumiga mas'ul deb bevosita ayblamagan bo'lsa-mu, ammo buning chetishli hakkerlarni yaxshi bo'lgan va izchil harakat qilish alohidaligi bor deb ko'rsatgan. 24 mart kuni soat 5 dan 14 minut o'tganda Sharq Turkiston Aqsu viloyatining Bay noyisida 5.4 bola yatavrab, 3 odam qazo qilgan. 65 yurish uy ziyonga uchirgan. Koni uy va qo'tonlar o'rilib tushgan. Yer tavrashdan kelib chiqqan mol-mulk ziyni va kishilarning yaralanish ahvoli yana statistik qilinayotgan. Yer tavrash to'g'ri tarafidan jami 10 qatim qalduq yer tavrash xotirlangan bo'lib, buning ichida eng cho'ng qalduq yer tavrash 3.4 bol bo'lgan. Tabiiy gaz va kondensat zapisi Kaspiy dengizining Ozarbayjonga tava qismidagi Shafaq osmon rayonidagi qidirib tekshirish jarayonida tabiiy gaz va kondensat zapisi bayqaldi. Ozarbayjon davlat neft shirkatining bayonotiga qaraganda Shafaq osmon rayonining 7189 metr cho'nqurligida tabiiy gaz va kondensat zapisi bayqalganligi. Mazkur tabiiy boylikning miqdorini aniq bekitib chiqish uchun qo'shimcha tekshirish xizmatlarining berilganligini o'ttirib qo'ygan. Poytaxt Bakuning sharqi-janubiga 125 km keladigan Shafaq osmon rayonining yuz o'lchami 1100 kvadrat metr bo'lib, dengiz cho'nqurligi 650 bilan 800 metr oralig'ida bo'lgan. Mazkur rayondagi tekshirish xizmatlarini Ozarbayjon davlat neft shirkati bilan Angliya neft shirkati yapmoqda ekan. Ozarbayjon davlat neft shirkati bilan Angliya neft shirkati 2010-yili Shafaq osmon rayonida o'rtaq tekshirish yapirish to'g'risida kelishim imzolagan. Janubiy Amerika davlati Kolumbiyada shiddatli yomg'ir paydo qilgan suv ofati 45 odamning qazo qilishini keltirib chiqardi. Kolumbiya taratqullarining xabar qilganda davlatlik ofat va xatarlik ahvollarni bartaraf qilish idorasi yomg'ir fasli boshlangandan buyon davlatning nurg'un joylarida daryo toshqinlari va tog' ko'mirilib tushish voqealarining yuz berganligini, davlatning ko'p qism joylariga ta'sir ko'rsatgan shiddatli yomg'ir paydo qilgan suv ofatlarida 45 odamning qazo qilganligini, 23 odamning yaralanganligi va 3 kishining yo'qolib ketganligi, 3145 oilaning suv ofati va kalkunning ta'siriga uchraganligi, 36 ming odamning bexatar joylarga tarqoqlashtirilganligi bildirilgan. Hamda yomg'ir fasli sababidan ommani O'stang, daryo qatorliq yaqin qirg'oqlardan yiroq turishga chaqirgan. Kolumbiyaning Antioquia, Valle del Cauca, Narino, Xuyla va Kondinar marka qatorliq cho'ng o'lkalari yomg'irning ta'siriga eng ko'p uchragan rayonlar hisoblanadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.